Zamonaviy qullik, harom sevgi. Ya'ni nomahram insonga oshiq bo'lib qolishlik bu qullikning eng yuqori ko'rinishi hisoblanadi. Erta tonggacha u bilan suhbatlashib chiqishlar, kechalari uchun yig'lab, qovoqlashib ketishlar, yonimga yetib kelsa yugurib yetib borishlar, kerak bo'lsa namozlarni qazo qilib yuborishlar. Harom suhbatdan harom uchrashuvgacha, harom uchrashuvdan harom yaqinlikkacha. Agar mana shu oshiqlik qalbiga o'rnashib qolgan bo'lsa, endi Allohning roziligidan uni roziligini ustun ko'radi. Butun qalbi bilan unga qullik qiladi. Shuning uchun ham ulamolar nikohdan oldingi sevgini shirk deb ataydi. Shirk bu dunyodagi eng og'ir gunoh. Allohga sherik keltirish. Nima uchun? Chunki Alloh taolo g'azab qilgan amallardan yiroq bo'lish o'rniga u g'azab qiladigan amallardan yiroq bo'lishni ustun ko'radi. Hijob kiy desa kiyadi, uyda o'tir desa o'tiradi va bunga ajram olmaydi. Chunki Alloh taolo allaqachon oyatda aytib bo'lgan: "Jilboblaringizni ustingizdan tashlab yuring, uyingizda viqor bilan o'tiring." Hattoki Allohning diniy yo'lida qilmagan infoq ehsonlarini uni rozilik uchun qilib yuboradi. Ota-onasiga olib bermagan sovg'alarni olib beradi. Cho'ntagida 1 so'm puli bo'lmasa ham, qarz olib bo'lsa ham qiladi. Tahajjud uyog'ida tursin, bomdodga uxlab qoladigan odam ma'shuqasi uchun kerak bo'lsa erta tonggacha uxlamaslikka tayyor. Alloh harom qilgan amallardan qaytishga nafsi bardosh bermaydi, lekin mana shu ma'shuqasi uchun o'lishga tayyor. Lekin birodar, mana shuni biz halollab olishimiz mumkin. Ya'ni ibodatga aylantirishimiz mumkin. Bu nikoh bilan bo'ladi. Ayolingiz uchun infoq ehson qilsangiz bunga ajr olasiz, chunki Alloh taolo buyurgan deb qilasiz. Ayolingiz sizga itoat qilsa, buning uchun ajr oladi, chunki u Alloh roziligi uchun qilayotgan bo'ladi. Shuning uchun oldingizda yo'l bor. Bu harom sevgi, ya'ni qullik yoki Allohga ibodat qilib halol nikoh.